Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 8-dekabr 2025-yil. Kecha biz ko'chatlarimizga suv sepdik. Suvga qo'shib Maximesil degan doridan aralashtirib sepdik va orasini mana shunday qilib ochib chiqdik. Buni ochib chiqishimizdan maqsad kimdir bilar, kimdir bilmas. Ko'chatlarimizni yanada baquvvat qilish maqsadida, orasidan shamol aylanishi maqsadida qildik. Shamol aylansa ko'chatlar tanasi semirar ekan. Va sepganimizdan keyin, dorilar sepganimizdan keyin natija mana shunday tomir chiqibdi. Tomirlarni rivojlanishi yaxshi natija berar ekanda. Maxim dorimiz ekkanimizga murabba rosa bugun 1 oy bo'libdi. 1 oyda ko'chatlarimizni holati mana shu tarafdan boshlab kattalarini taxlab kelib, bu tarafi kichkinasi taxlandi. Maxim dorini qanday berdik? 1 grammini 1 litr suvga aralashtirib berdik. Suv sepganimizdan keyin 1,5 soat, 2 soat ochib qo'ydik, shamollatib. Mana shunday holatda bo'lib qoldi ko'chatlarimiz. Natijasi shu. Mana tomir chiqarib boshlagan yana. Mana ko'rib turganingizdek yaxshi ko'chatlarimiz alhamdulillah suv sepib yotib qoldi. Nasib inshaalloh turib qolar. O'ziga kelib o'ngarilib oladi. Mayli, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.